mana shu o'zimga mukammal bir katta reja qo'yardim. Rejam shunday ediki, har safar o'zimda ustimda izlanish, ishlash. Xalqimiz juda ko'p og'ir vaqtlarni ko'rdi, og'ir sinovlarni ko'rdi. Juda ko'p xatolarni ham hayotida o'zi namunasini ko'rdi. Nima uchun biz mana shu prezident qabulxonalarini ochdik? Xato kam bo'lish uchun. Agar xalq bilan maslahat qilib, bamaslahat ish qilsak, ana shu ham tashqi siyosatda, ham ichki siyosatda xato kamroq bo'ladi. Avvalambor qishloqdagi hayotimizni hozirgi zamon talabiga mos qilib, odamlarimizni mana shu orzu niyatlarini, odamlarimizning muammolarini agar joyiga biz qo'ymas ekanmiz, odamlarni ishontirish qiyin bo'ladi. E'tiborni eng katta zamini, fundamenti bu maktabgacha ta'lim, tarbiya. Maktabda xato bo'lish mumkin, kollejda xato bo'lish mumkin, oliygohda ham xato bo'lish mumkin. Lekin shu xatolarni to'g'rilashni bitta yagona yo'li maktabgacha ta'lim, tarbiyaga ahamiyat berish. Hozir jurnalistlar ro'y gapiryapti. Hamma kamchiliklarni ochib beryapti. Hech kim hozir undaqa oldingidek qandaydir tanbih, oldingidek mumkin emas degan narsalar yo'q. Albatta, bu sohada ham avvalambor jurnalistlarda ham saviyasi baland bo'lish kerak. Shu bilan birga xalqimizda ham saviyasi o'sish kerak. Hamma rahbarlar ham hozirgi xalqimizning talabi asosida ishlashga tayyor emas. Mana shularni hozir dunyoqarashini o'zgartirish, xalqimizga munosib xizmat qildirish va qilish meni eng katta vazifam. Hech qachon xato qilishga haqqim shaxsan meni ham yo'q, hozirgi mana shu rahbariyatda ham haqqi ham yo'q. Qayerda ishlashining qat'iy nazar, kim bo'lishining qat'iy nazar, agar oilada tarbiya, oilada muhit, oilada halollik, munosabat, tarbiyaga alohida e'tibor bermasang, hech qachon natija bo'lmaydi. Shuning uchun men farzandlarimning tarbiyasiga juda katta e'tibor berardim. Har bir farzandimga ham, nevaramga ham alohida o'zimning munosabatim bor. Har bir nevaramni alohida xarakterini bilaman, niyatini bilaman, istagini bilaman. Odam baxtliman deyishga qancha haqqi bor. Agar oilang bilan sen baxtli bo'lsang, baxtli deyishga seni haqqing bor. Faqat oilam baxtli bo'lish emas, xalqim baxtli bo'lsa, men o'zimni baxtli deb bilaman.